Minecraft lekin ukam bilan 20 minut ichida kim ko'p jon yig'ish challenge-ini qilamiz. Короче, o'yin qoidalarini tushuntirib o'taman sizlarga. Har bitta daraja yig'ilganida bizga bitta jon qo'shilib boradi. Hozir 1 daraja bo'lsak, jonimiz bitta bo'ladi, 2 darajada 2 ta, 100 darajada 100 ta. Короче, o'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Nima deydi? Eng qiziq damlari oxirida bo'ladi, chunki kimdir risk qilib, nimadir qilib, короче, o'tib ketishi mumkin, to'g'rimi? O'shaning uchun ham like bosinglar, obuna bo'linglar, chunki bu kanal rivojlanishida katta yordam bo'ladi. Opa, kanalni tezroq 2000 ta qilish kerak. O'shaning uchun ham obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar xursand bo'lgan bo'lardim. Va biz survival rejimida endi nima qilamiz desanglar, bitta kirka olamiz va yerdaga tushib ketib nima olamiz biz Zohirbek? Taxta olamiz va taxta olganimizdan keyin nima qilamiz? Sochimizni qaylaymiz. He. Короче, agarda hozir ukamni makillatib, nima deydi, sochini kalga olamiz, to'g'rimi? Bugun nima? He. Bo'ldi, o'zi kalga olamiz dedi. Gapingga javob berasan endi. He. Короче, biz kirkamizni oldik. Endi men mana shu atrofda hayvon ko'rdim. Hozir qani hayvonlar? Cho'chqan darajasini olamiz, lekin go'shini tashlab yuboramiz. To'g'rimi? Sen ham shunaqa qilsanmi? Go'shiga iloji bo'lsa tegmaymiz mana. Hoppa. Darajasini oldik, lekin vobshe kam. Bizga vobshe ko'p daraja kerak. O, anta temirlar bor ekan. Ketdi, let's go. G'orga tushamiz. G'orda o'ylayman. Suv ekan-ku. Voy. Minus. Aura minus cheksiz. Nima bo'pti bu bilmayman onasini. Короче, nima qilib olishni, qanaqa qilib olishni o'ylab turdim, Mambatga zombi kelib qoldi. Hozir nikak ola olmayman, chunki olaman desam zombi xalaqit beradi. Zombini urgunimcha nima deydi, kislorod tugab qoladi. Короче, bo'lmaydi. Yana osonroq yo'lini qidirib ko'ramiz. Hozir kalla kompyuter ekan-u. Hozir eng zo'r yo'li hayvon o'ldirishda. Undan keyin yana nimadirlar topsak bo'ladi, lekin hozircha hayvon yoki Zohirbekni o'ldirish kerak. Yaxshi, Zohirbek seni o'ldiray. He, joni yarimta bu bechara bolani. Xo'p, jonim ko'proq bo'lganda mayli tushsak bo'lardi-da, jonim yarimta. Hozir bitta kimdir tupursa ham o'lib qolaman-da. Shuning uchun ham majburmiz. Endi hatto cho'chqa bor ekan, cho'chqa emas, cho'chqa. Cho'chqani o'ldiramiz. Хорошо. Вообще есть yo'q yarimta jonligi. Endi qayerda edi? Voy, menda ham. Jon yarimta esda-yu sakrayotimiz. Zato bitta temirli bo'ldi. Krisa. Opa, yaxshi. Bizda daraja bor. Opa, yana bittasi qani? Qochib ketding. Voy, ukam kichkinasi bolasi ekan-ku. Yana qayerdan daraja yig'sak bo'ladi? Mamlatlarda umuman iloji yo'q. Hali birinchi darajaga chiqa olmay o'tiribmiz, Zohirbek. Ne unaqa bo'pti ukam? Men hayvonlarning dudasiga qoldim. Narigi betga borishim kerak endi yoki o'netga tushishim kerak. Bu yoqqa tushishim uchun men suvga tushishim kerak, to'g'rimi? Let's go. Ketdi. Suzib boramiz, mana buni bitta ham chiqib qo'ysa. Chiqish kerak. Bu yoqdan chiqish kerak. Zo'r narsa aytaymi? Men birinchi level bo'ldim. Kirisa. Yaxshi. Молодец. Hali ukam, bizda anchagina vaqt bor. Vaqt ko'rsatadi kim ko'p daraja yig'ishini. Vaqt. To'g'rimi, obunachilar kommentariyaga yozinglar. Zohirbek yutadimi yoki man? Kim yutishini kommentariyaga yozinglar. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Biz cho'chqalar ko'p ekan Mambatda. Cho'chqalarmi? Cho'chqa. Biz aytaymi? Cho'chqalar undirib ikkinchi level. Ukam menda ham shu 1 leveldan oshdi. Nima deysan? Men lo'qni bo'ylayapti bu borib. Sen level olsang men og'zingga qarab o'tiraman, ukam, men ham olaman. Opa, pashti 2 ukam. Sen yuraverasan. Mayda juda levellar bilan. Qani yana katta narsalar bor-da, uni tamada ketdi. O'sha obunachilar, let's go. Izlagan imkon topar Zohirbekka, lekin xotin topilmayapti hali ham. Bitta xotin topib berish kerak ukamga, to'g'rimi? Yo'q. Qiz bitta. Let's go degan. Aytgan. Ikkinchi level ukam. Easy ikkinchi level bo'ldim. Easy. Просто easy. Yana 5 minut vaqtimiz qoldi. Undan keyin final kim yutishiga bellashamiz. Ikkinchi kanalga chiqadi u, bu yoqdan olamiz. Bu yoqdan ham olamiz. Hoppa. Yaxshi, 3-level. 3-daraja. Let's go. Endi bu yerdan qanaqa chiqib ketadi? Ikkinchi daraja meni yo'q, 5-daraja. Sen chet ishlatyapsan. Kirisa. Qanaqa qilib chiqasan unda? Hayvonlar vikar. Endi hayvonlarni o'ldirib 5-daraja bo'lmasang kerak. Men qara shuncha ko'mirlar olib, endi 3-daraja bo'ldim-da. Ko'mirdan o'pib chiqmaydi. Nima chiqmaydi? O'zi cho'chqa u. 4-daraja. Orqamdan qo'ylashingiz. Bitta tishlikda o'ylasan-da Zohirbek. Ham bittasida. Hoppa.
Lekin borgan sari daraja yig'ish qiyinlashib ketadi, bilasanmi shuni? Sekinlashib ketadi. Menda уже 4-daraja. 4-darajani yarmiga ham bormadim, uni amallasak bo'ladi. Qani, tog'li joylardan ko'proq qarash kerak. Tog'li joylarda chunki temirlar ham bo'lishi mumkin-da. 6-daraja. Yexe, nima ishlatayotsan sen, ha? O'g'il. Temir topdim, ipaklari tillodan. Opa, buni bu yoqqa qo'yamiz. Menga gapiramiz. Keyin buni tagiga ham Mana qo'yish aytish kerak. qaram. O'zing aytib turibsan, mana aytish qaramda. Vau, mana buni yonishini qaranglar, obunachilar. Opa, temirdan daraja bermaydi-yu. Men nima temir olmayapman? Temirni eritib darajasini olsak bo'ladi. He. Keyin buni bo'ldi. Короче, gap bilan tushuntirish qiyin. Lazurit. Zombilar chiqadi-yu. Ha, O'shandan o'qisa bo'ladi. lazurit olish kerak. Obunachilar. Nima edi? Voy, vaqt yo'qotmasdan tezroq olish kerak mana buni. Zombilarni o'ldirib ham soqqa qilsa bo'ladi, obunachilar. Da kallang ishlaydi sen janoni ham. Tepaga chiqishimga. Voy, jon ketyapti. 7-chi. Va yaxshi. 7? Rostdan mana 7-chilik bo'lib ketibdi, boru. Qanaqa be buncha? O'g'ilommi? Короче, bo'ldi. Endi biz B planga o'tamiz. B plan qanaqa desanglar, hali o'zim ham bilmayman B plan qanaqaligini. Lekin nimadir qilib, mabdan yana soqqa qilsak bo'ladi biza. Xo'p, nima olsak bo'ladi yana? Bu yo'lda boshqa hech bola yo'q. Zombi. Chiqdimi shu zombilar? Zombilar chiqdimi? Yaxshi. Hozir demak zombilarni o'ldirib ham soqqa qilsak bo'ladi. Mana уже bizada 5-darajaga ham ozgina qo'yapti. Lekin ukam darajalarni to'plab vashani o'qib ketyapti. Opa. Skin almashtirish esimdan chiqib qolibdi. Endi aytib bermaysizlar. Buyursanglar menga farqi yo'q. Opa. Yo'qol. Tipi qilish mumkin emas, lo'la haydab o'tdan. Sur. Urma, jonimkam. Menga siz joning bo'lmay qolib, yo'q bo'lib qolmaydimi ukam? Sen hozir meni nima deydi, nonimni chopib olsan-ku bu yerda. Davay, pishsa hozir 5-daraja bo'lib qolsam zo'r bo'lardi. Men hozir tepaga chiqib ketaman deb bitta topor yasab olib, zombilarni polni o'ldirib, kirka yasirkanman. Obunachi kirka yasaymiz, chunki bizga kirkani ko'proq foydasi bor-da topordan ko'ra. Opa, yasadik, bo'ldi. Yana bitta temir bo'lganda zo'r bo'lardi. Qalqon yasab olardim-da. Zombilarni mazasini qochirardim keyin. Qalqon emas, shut. Shutmi? Shit. Shut deydi lo'li. Davay, короче, qaysi tomondan suramiz? Davay, mana shu yerdan. Ibza tepaga chiqib olsak bo'ladi. Tepaga chiqib. Suv ketmas ekan. Nima qilsang? O'ldingmi? Ha. Alloh. Joy yopdim-da, suv ketadi desam ketmas. Yaxshilab o'sha suv chiqadigan joylarni ham yopish kerak-da. Sanga o'xshab bunaqa loyga o'xshab o'tirsa bo'lmaydi. Mancha mantlarda qishloq bor. Opa, qayerdan bilasan? Oldimda jitil ular yuribdi. Zombilarmi? Zombi jitil. O'ldir ularni. Daraja-ku. Opa. Qo'rqasan deyapsiz shu zombilardan, ha? Zombilardan qo'rqadi ukam. Chuchqa yarim kechasi chuchqa nima qiladi? Kommentariyaga chuchqa deb yozib qo'yinglar. Chuchqa emas-da, chuchqa. Mendan yo'limdan bitta ham zombi chiqmayapti. Mendan nima aybdor? Men nima yo'limdan zombi chiqmayapti? Nimaga? Men aytayim. Yo'q. Chunki bolalar. Zombini bolasimi? Opati. Let's go. Короче, bu yoqqa tushsak, zombilarni urib bo'lmas ekan. Narsani kommentariyaga yozib qo'yinglar. Nima deb? Sizlarga barsami real? Yomaya. Sen obunachilarni urishtirmoqchimisan deyman-da. Kelinglar bolajonlar. Kelinglar. Tayyorgina ovqat bor mana. Oldimda. Kelinglar. Tasvirligini yozib qo'ying. Bu loqlar chiqa olmayapti-ku oldimga. Zombilar baqki. Baqki, onayni immagur baqki. Men seni prям so'yaman baqki. O, bratchka. Kellaring tezroq.